Nodirbek Ismoilov ikinchi qism 22-variant. 33 35 o'qing. Ular nazariya ekan shekilli. Qanaqa ekan? Hozirgi vaqtda bilmadim. Hozirgi vaqtda o'simlikning yangi navlari. Geografik uzoq formalarini, sun'iy mutagenez. Yaxshi. Ko'rmaymizmi 30-40 da? 36 dan boshlaymiz. Okay. Sebarga o'simligida energiya almashinuvi glukozaning bir qismi chala, bir qismi to'liq parchalandi. Shu vaqtda xloroplastda ham yorug'lik ishtirokida ATF sintezlandi. Jami sintezlangan ATF molekulyalari soni 7832 ta bo'lib, parchalanmay qolgan sut kislota va hosil bo'lgan karbonangidrid mol nisbati 1 ga 7. To'xtang. Sut kislota bilan, parchalanmay qolgan sut kislota bilan hosil bo'lgan karbonangidrid. Hosil bo'lgan karbonangidridda nechaga necha? 1 ga 7. 1 ga 7. Xo'p. Bu turib tursin, endi nima qilamiz? To'lani x deb olsam. To'lani x deb olsam, xo'p, 36x ATF qayerda? Mitoxondriyada. Xo'p, 6x karbonangidrid. Hop, bunday qilaylik-da. 6x shunday ishlashga noqulay. Mana shuni 7x to'lani 7x qilaylik-da. Shunda 36 ni 7 ga ko'paytirib yuboring. $252. 252x ATF mitoxondriyada bo'ladi. Endi karbonangidridimiz ham 6x da bo'lmaydi, 7 kara 6 42x da karbonangidrid bo'ladi. Endi qarang, 42x da bo'lsa, bundan qancha bo'lgan bo'ladi? 42 ni 7 ga bo'lsak, 6. 6x sut kislota. 6x ni 2 ga bo'lamiz. 3x bu nima? Chala. Bizda chala 3x bo'lsa, bundan hosil bo'lgan ATF 6x da. To'lamiz 7x da bo'lsa, undan hosil bo'lgan ATF 7 kara 38. 266. 266. Endi plastida ATF-chi 252x ko'paygan 30. 7560. Mana shularda hammasi nechaga teng? Xo'p, qo'shib yuborsak. Nimani so'rayapti? Xloroplastda sintezlangan ATF molekulyalarining 60% dan foydalanib sintezlangan glukoza molini. Demak, plastida ATF 7560 ta. Buni necha foizidan? 60%. Ko'paytiramiz 0.6 ga. 4536. 4536. Xo'p, 60% dan foydalanib Sintezlangan glukoza molini. Sintezlangan glukozani molimi? Nima qilamiz buni? 18. 252. Bo'ldi. Masala ishlayotganda bir rivojdan ishlashimiz kerak. Har bitta o'qigan narsamizni ketma-ketligini olsak javob chiqaradi. To'lani nimaga 7x qolish? Qarang. Mana yerga nisbatga agar x olsam, bu qancha bo'lardi? 6x bo'larmidi? 6 ni 7 ga bo'lsam, mana bunaqa butun son chiqmas edi. Tushundingiz-a? Karbonangidrid bilan sut kislotasi nisbati 1 ga 7-ku. Mana shu 7 bo'lganligi uchun 7 ga bo'linadigan eng kichik butun son 7 ni o'zida 7x qo'ydim shuning uchun. Savollar? 37.
Kartoshka tugunagida antotsion rang bo'lishi asosiy katta P va katta R genlariga bog'liq. Katta P va Katta R. katta R. Qanaqa rang? Antotsion. Antotsion. Xo'p. Lekin ular o'z ta'sirida dominant katta D gen bo'lganidagina faqat fenotipda namoyon qiladi. Shunga ko'ra, katta P kichik R katta D genotipli kartoshka katta D. Xo'p. Tugunagi ko'k binafsha rang. Uchta katta genotipli tugunak qizil binafsha. Xo'p. Kichik P katta R katta D. Pushti. Qolgan barcha holat oqmi? Oq. Kichik T bilan bo'lsa u oq. Xo'p. Kartoshkaning heterozigota qizil binafsha tugunakli o'simliklar, gamozigota oq rangli tugunak hosil qiluvchi hammasi resessiya genotipli o'simlik bilan chashtirildi. Xo'p. F1da 760 ta o'simlik hosil bo'ldi. Ulardan nechtasida genotipi katta P va katta D genlari mavjud? Nechtasida Katta P va katta D mavjud genlar. F1da 760 ta. Xo'p, bo'pti. Katta P bilan katta D ni so'rayapti, xolosmi? Katta P ni bo'lishi ehtimolligi 1/2. necha? 1/2. 1/2tasida katta P kichik P, 1/2tasida kichik P. Katta D da ham 1/2. xuddi shunaqa 1/2si 1/2 ko'paygan 1/2 ko'paygan 760. Aniqroq 760 ni 4 ga bo'lib yuborsak javob chiqadi. 190. Xo'p. Sonmi? Pennetamizmi haligi? Savollar? Nechaga keldik? 38. Hop. No'g'at uzunligi o'z-o'zidan chaylanuvchi o'simlik hisoblanadi. Tajriba uchun poyasi uzun, katta, kichiga 4 ta o'simlik. Tajriba uchun poyasi uzun, aha, katta, kichiga aha. 4 ta. Hop. Poyasi kalta, kichiga 2 ta o'simlik talab olindi. Hop. Ular o'z-o'zidan chaylantirildi. F5 bo'g'inda 8960 ta o'simlik olindi. 8960 ta. Hop, bo'pti. Endi nima qilamiz? Mana bu biz uchun ahamiyatli. F5 degan narsani mana shunda o'rganamiz. Heterozigota a'larni o'zaro chatishtirsam nisbat bitta katta A, ikkita heterozigotalik va bitta kichik A hosil bo'ladi. Bu kim bu? F1. F2 ga o'tganda bundan 4 ta katta A hosil bo'ladi. Bundan ikkita katta A, 4 ta heterozigotalik va ikkita kichik A. Nimaga? Sababi bitta bo'lganda bizda 1-2-1 nisbat bo'ldi. Ikkita bo'lgandan keyin necha bo'ladi nisbat? 2/2. Va buni o'zidan 4 ta kichik A hosil bo'ladi. Qo'shib yuborsam bu ikkisini 6 katta A, 4 heterozigota, 6 kichik A. Qisqartirsam 3 katta A, 2 heterozigota, 3 kichik A. Buni nima bo'ladi bu? F2. F3 ga o'tsam 3 kara 4 12. 12 ta. Undan yana xuddi o'sha 2 4 2 bundan ham 12 ta. qo'shib yuborsam 14 4 14 F3 umumiy hisobda qisqartirsam 14 2 ga bo'lsam 7 2 va 7. nechinchi avlod deyapti bizda? F5. Haydot.
Kichraytiraymi yo manga yozaveraymi? Yozaverchi keyin sig'may qolsa kichraytiraman. Endi F3 ni matga qayta yozib olsam. 7 ta. Katta A, 2 ta. Yetarligiga o'taylik, 7 ta kichiga. 7 kira 4. 28. Bundan. Bundan ham 28 ta. qo'shib yuborsam. 30. Qisqartirsam. Bu F4. Bizga F5 kerakmidi? Davom etamiz. Xo'p. 15 to'rga ko'paytirsam 60. 60 katta A 2 katta A 4 yetarligiga o'talik 2 kichik A va 60 kichiga qo'shib yuborsam 62. 62 4 62 F5. 5. Xo'p, asli qarang. Bizda nechta bor edi? Birinchi 4 ta bor edi. F1 ga o'tganida bundan avlod soni 4 tamidi. Har biridan 4 tadan bo'lsa necha bo'ladi? 4 kira 4 16. F1 16 ta. F2 16 ni 4 ga ko'paytiramiz. 60 64. F3 64 4 ga ko'paytiring. 256. F4 1024 F5 tachi va oxiri 4096 ta. Endi bizda mana bu yerda 62 4 62 qo'shib yuborsak jami 128 ta. Bizda nechta edi? Nechta bo'lishi kerak asli? 4096. 4096 ta. Hisoblasak. Bir 1980 ta. 1000 buni ham hisoblang. 128 ta. Endi qarang, ikkita resessiv bormidi? U birinchi bo'g'inda 2 ni 4 ga ko'paytiramiz. 8 ta bo'lgan. Keyingi bo'g'inda 8 kira 4. 32. Keyingi bo'g'inda 128 ta. Undan keyingi bo'g'inda 512 tami? Oxiri 48 ta. 2048 ta. Ana 1984 bo'ladi. 1900 80. Xo'p, mana endi ularda kichraytirib olamizda. Pastga tushib ketyaptimi? Kichrayaptimi bu? Yaxshi. Endi qarang. Jamida bizda katta a'lar nechta bo'ldi? 1984 ta. Xo'p. Yetarligiga o'talik 128 ta. Resessiv-chi? 1984 ta. 1984 ta buni hisobiga. U naryoqda hosil bo'lgani qo'shing. 4032. 4032. Yetarligiga o'tamiz 128. Hammasini qo'shib yuborsak 4160. 4144.
6140 Necha? Nimaga bilan? Mana buni qo'shingda. 6140 6100. Nimani so'rayapti savolda? Bu o'simliklardan nechtasi uzun poyali ekanini. Uzun. Katta uzunmi? Hı. Demak, 4032 ga 128 qo'shib yuborsak. 4160. 4000 160. 8960 tasida x qilamiz. Butun son chiqadimi ekan? Yo'q. 5795. Masalani boshqatma o'qinglarchi. No'g'at o'simlik o'z-o'zidan changlanuvchi o'simlik hisoblanadi. Tajriba uchun poyasi uzun katta kichiga 4 ta o'simlik, poyasi kalta kichiga 2 ta o'simlik tanlab olinib, ular o'z-o'zidan changlantirildi. F5 bog'ida 8960 ta o'simlik olindi. Bu o'simliklardan nechtasi uzun poyali ekanini aniqlang. Aha. Xato oldik-da. Nimaga bu bilan qo'shdik? Bu bilan qo'shmasmidik? Uzunlar 2112 2000 112 chiqarmikan endi? Uch ming sakson. Masalani zo'ri. Bu yangilik bu. Bu kitobda bor yo'g'i bitta bor xolos. Men shu paytgacha ko'rmadim bunaqa masala. Savollar. F5 ishlaganmi deylar oldin? Yo'q. Yo'q. Sizchi? F5 kanalda, YouTube kanalda, Telegram kanalda F5 ni bir boshdan maydalab tushuntirilgan video darslar bor. Ko'rish kerak. Keyingisi 39. Ma'lum bir DNK fragmentining birinchi zanjir joylashgan adenin, guanin va sitozin nukleotidlarining soni o'zaro 1:1.5 nisbatda. adenin, guanin, Sitozin. X 1,5 X. Ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotidlari DNKdagi jam nukleotidlarning 6,25% tashkil etadi. Mana bu tepadagi uchovi jami necha foiz bo'ladi demak? 43,75%. Farq nechta ekan? 202 ta. Demak, guanin nechta? 200 ta. 200 ta. Sikas chiqib ketdi bu masalani ham. X teng 80. demak, timin 80 ta, sitozin 80 ta, guanin 120 ta qo'shib olsak 280 ta. 43,75% bo'lsa, 6,25imiz qancha bo'ladi? Qirq. Ya'ni bitta zanjirimiz 320 ga to'g'ri keldi. Nima so'rayapti? DNK fragmentidagi vodorod bog'lar soni purin asosli nukleotidlar sonidan nechtaga ko'p? Vodorod bog' sonini hisoblayman. Jami 640 nukleotid, guanin birinchi zanjirda 80 ta. 80 ta, ikkinchi zanjirda 120 ta. nechta bo'ladi? 840 ta. Purin 320 ta. 840 ayrilgan 520. Bo'l. Oxirgi savol. Drozofila pashshasida tananing ko'rinalingi qoraligi ustidan qanotlarning normalligi kaltaligi ustidan ustunlik qiladi. Demak, katta A kulrang, kichik A Qora. qora. Katta B
Qanoti normal, Normal, kichik B. kalta. Hop. Ko'zlarning qizil bo'lishi oq bo'lishiga nisbatan dominantlik qiladi va ko'zining rangi jinsiy X xromosomiga birikkan holda irsiylanadi. Hop. Kulrang tanali, normal qanotli, qizil ko'zli urg'ochi drozofila, Kulrang tanali, normal qanotli. qizil ko'zli. Buli agar buni qandayligini va bilan. Otasini fenotipga qarab genotipni aniqlash mumkin. Onasi oq ko'zli deydi. Ha, ona. Onasi Oq ko'zli. ko'z edi. Hop. Kulrang tanali, normal qanotli, oq ko'zli. Onasi kulrang tanali, otasi normal qanotli. Bu degani heterozigotalik bu ham. Faqat Almashib. mana bu tartibda. Mana shu tartibda. Ko'zi qanaqa? Oq. Hop. Bo'ldi ya olingan avlodlarda deydi. Ha, nimani so'rayapti? Necha foizi kulrang tanali, kalta qanotli va qizil ko'zli bo'ladi? Krasnogar janani faqat urg'ochi organizmda sodir bo'lib 17% yetadi. Kulrang tanali, Normal qanotli, oq ko'zli. normal qanotli, oq ko'zli. Krasnogar faqat urg'ochida kuzatilgan. Bo'pti. Organizm nechta gameta beradi? 8 ta. Narigachi? 4 ta. 4 ta. Aza qilib pinnet chizalaymi? To'qqizga 5. Tut. Demek. Birinchi. Katta A, katta B bilan. Hop, endi x katta A, x kichik A, x katta A, x kichik A, x katta A. Krasnogar necha foiz dedik? 17%. 17%. Bizda crosslar qaysilar? Oxirida 4 ta. Oxiridagi 4 ta. Demak, mana shular hammasi jami nechta bo'lishi kerak? 17 ta bo'lishi kerak. 17 ni 4 ga bo'ling. 425. 100 ga bo'lamiz buni. Surur. 425. Bu yog'i qancha qoladi shunda? 83. 4 ga bo'lsak 2075. hop, endi nariga gametasi. Katta A, kichik B, x A bilan bizga qanaqa kerak? Necha foizi kulrang tanali, kalta qanotli va qizil ko'zli? Kulrang tanali, kalta qanotli, ha? Hmm. Kalta bo'lsin. Uzun bo'lmasin. Hop. Oxirida 2 ta. Bu. Endi mana bu qator ham. Hop. Tanasi qanaqa bo'lsin? Kulrang tanali, kalta qanotli va qizil ko'zli. Kulrang tana bo'lsin, Kalta qanot, kalta qanot qizil bo'lsin, ko'zli. ko'zi qizil. qizil bo'lsin, oq bo'lmasin, ha? Ana. 4 ta. Endi 4 ta emas-da. Ular hammasi 25% dan bo'ladi.
20.75 ni 4 ga bo'ling. 5,1875. Hop, 4.25 ni 4 ga bo'ling. 1,0625. Yarim foiz. Buni sizga qanday bo'larkan bu? O'n ikki yarim foiz. Ona nima 20.75 da 4 ga bo'lib olasiz, keyin yana 4.25 dan. 20.75 dan 0.25 ga ko'paytiring. Ikkosini ko'paytmasin 0.25 ko'paytirish 4 ga 4 ga bo'lish demakdir. Savollar?